Assalomu alaykum akalar. Mana Kekanival mashinamizni olib qo'ygan edik. Bu mashinamizga salarki motorini olib tashlab, benzinli motor qo'yib berdik. Xudo xohlasa ishlar vaqti tinch. Motor detonatsiya degan narsalar yo'q xohlasa. Nima qanqirashlar yo'q. Xudo xohlasa hamma joyi mana biriga bir tushgan, ortiqcha narsalar yo'q. Hammaga zavodskiy qilib berganmiz. Xudo xohlasa. Hozir aborot olishini ko'ramiz. Xudo xohlasa mashina ishlashlari va shu tinch. Bir zavatib ko'ramiz o'chirib. Yarimta zavat bo'lyapti xudo xohlasa. Ishlashlari va shu tinch. Hozir bir razgum olishdan ko'ramiz. Azana qaranglar. Mana akalar, kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Pastga nomerlar yozib qoldiramiz.